Assalomu alaykum. Auto dasturi ko'p modulli dastur bo'lib, accounting uning markaziy qismlaridan biri hisoblanadi. Formatli odinesi va boshqa buxgalteriya hisobini yurituvchi buxgalterlar va moliya mutaxassislari yokida oddiygina hisob yuritmoqchi bo'lgan tadbirkorlar. Bu videolar to'plami aynan siz uchun mo'ljallangan. Auto dasturida 100% bepulga o'z hisobingizni boshqarishga yordam beradigan videolar hisoblanadi. Auto Enterprise bir dona modulni sizga mutlaqo bepulga taqdim etadi. Va shu yordamda siz o'z hisobingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi videoda accounting modulini ko'rib chiqamiz. Ya'ni accounting modulida eng kerak bo'ladigan narsa bu boshlanishiga kassalar yaratish hisoblanadi. Aynan shu videoda shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Accounting modulini ichiga kirib olasizlar va configuration qismidan journalslar bo'limiga o'tasizlar. Bundan keyin mana shu qismdan sizlar yangi kassa ochishinglar mumkin bo'ladi. New tugmasini bosasizlar va kassa nomini kiritasizlar. Misol uchun kassa yozisi type, ya'ni qaysi typega taalluqli, cash accountmi, bank accountmi, kredit kartami, cash account hisoblanadi. Ya'ni buni qisqartma raqami cash 3. Ya'ni nega 3? Chunki bundan oldin xuddi shu qisqartma ishlatilgani uchun cash 3 qildi. Hozir 2 yoki 1 qiladigan bo'lsanglar, ular ishlatilgan, shuning uchun sizlarga xatolik chiqaradi. 4 yoki 5 qilsanglar xatolik chiqarmaydi, ketma-ketlikda ochib beradi. Endi mana cash accountni yaratib o'tasizlar. Cash accountga misol uchun kassa yuzasi chiqishi kerak. Undan oldin buni bitta saqlanib qilib olasizlar. Mana cash account o'zi avtomatik yaratib berdi. Qolgan qismlarni ham bemalol o'zi avtomatik tarzda to'ldirib beradi. Qisqacha kassa yaratish shundan iborat edi. Keyingi videolarni kuzatib boring.